Assalomu alaykum, hurmatli matbuot anjumani ishtirokchilari. Superliga 19-turdan o'rin olgan Surxon hamda OKMK jamoalari o'rtasidagi uchrashuv yakunlandi va uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanimizning dastlabki qismini boshlaymiz. Dastlabki qismida Surxon jamoasi bosh murabbiyi Anvar G'afurov ishtirok etadilar. Anvar aka, avvalo bugungi uchrashuv haqida fikrlaringiz. Assalomu alaykum. Aniq bilgandek, yaxshi jamoa, yaxshi shakllangan jamoa, yaxshi futbolchilarga ega, yaxshi murabbiylar shtabiga ega, o'ziga yarasha o'yin xulosasi bor, anaqasi bor, strukturasi bor. Yaxshi futbol o'ynashadi. Quvnoq futbol deyishadi, bunaqa stilda. Atakuющий futbol o'ynashadi. Bu yaxshi jamoa. Shuni tan olgan holda maydonga tushgandik, bilgandik kimga qarshi o'ynayapmiz. Va bizga qaribdi o'yin ochkolar kerak. Buni futbolchilarga aniqroq tushuntiryapmiz, oxiriga kelib anaqa talash bo'lmasin deb hozirdan qaribdi o'yinga tayyorgarlik ko'rib va o'ylaymanki, ko'p o'yinlarda biz rezultatda yetkazayotganmiz, lekin o'yin borasida yetkazmayapmiz. Albatta bu yaxshi, ijobiy, rezultat ham bo'lishi kerak. Albatta biz bunga kelamiz, rezultatga kelamiz. Bugungi o'yin oson emas edi. Bolalarga katta rahmat, katta mehnat qilishdi. Termizdan kelgan muxlislarga alohida katta rahmat. Biz ularni eshitdik. Ular bizani podдержка qilishdi. Katta rahmat. Menimcha bolalarga bu dalda bo'ldi. Bolalar borini berib harakat qilishdi va yaxshi o'yin ko'rsatishdi deb o'ylayman. O'yin boshida qizil kartochka o'z so'zini aytdi, albatta. Buni bilintirmashga harakat qilishdi bolalar. Juda yaxshi holat va bunaqa muhit bo'lganidan men xursandman jamoamizda. Bu juda yaxshi. Savollaringiz bor? Shu 17-daqiqadan keyin qizil kartochka va o'sha yosh jamoangizni qanaqa oqlantira oldingiz? Baribir qizil kartochka ham juda oqlab bo'ldi. Albatta biz men ishonaman futbolchilarga, har bitta futbolchiga ishonaman, aniq bu maydondami, maydondan tashqaridami yoki 20 talikka tushmagan bo'lsa ham har bitta futbolchiga ishonaman. Maydonga tushgan har bitta futbolchi men aniq bilaman, u vazifani bajaradi va borini berishga tayyor. Ha, bizda o'ziga yarasha bor. Bunga qaramasdan biz o'zimiz ishimizni qilishimiz kerak. Savollaringiz bor? Savol. Bugun ustozga qarshi maydonga chiqdingiz. Keyingi tur chempionatda o'sha Bunyodkorga qarshi, o'z jamoangizga qarshi qanaqa o'yin kutasiz o'yin? Bizda kubok o'yini bor. Chempionat Bunyodkor. Albatta, endi bu futbol. Bu futbol agar kimdir oldindan bilsa agar bu har doim jahon chempioni bo'lardi. Shuning uchun har safar har xil chempion bo'layapmiz, значит, hamma ishlash kerak, hamma tayyorgarlik ko'rish kerak har bitta o'yinga. Albatta qiziqarli o'yin bo'ladi deb o'ylayman. Ko'ramiz. Kim nima qachon qayerda. Savol. Surxon jamoasi o'yin stadioniga qachon qaytadi? Shu haqida ma'lumotlar bor. Bu barchim tayyor bo'lmasa agar o'sha Paxtakoramlar qancha pul sarflab va pulga ega bo'lib turib maydon mashq holatga keldi. Bizda o'ziga yarasha endi baribir tushunasiz, anaqa bor, muomala bor va bu darajada sarf qila olmaymiz balkim hozirgi kunda. Bu polaga ham muhtoj. Unga qarash uchun, dori darmon berish uchun vaqtida va buni inobatga olishimiz uchun kerak iqlim. Termizda eng issiq joy. Shuning uchun bu yerda maydonga nazorat qilish juda qiyin. Men bilmadim qanaqa mutaxassislar kerak. Balkim Termizga boshqaroq mutaxassislar kerakdir. Temperatura balandroqda o'sha o'tni o'sha kerakli darajada ushlab turish uchun, o'sha pumpa bo'lib turish uchun, aniq qilish uchun balkim boshqa mutaxassislar kerak. Lekin O'zbekistonning любой joyini olaylik, xaritada shu eng issiq joy Termiz. Bu aniq. Shuning uchun ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor.
harakat qilishdi biz rahbarlar, ammo lekin qiyin narsa. Agar bu oson bo'lganda o'sha imkoniyati bor, o'sha ko'p jamoalarda shunaqa bo'lyapti. O'sha imkoniyati bor, parvarish qilishga ham hamma narsaga tayyor, ammo lekin biroq bu qabul qilish kerak. Balkim men bilmayman. Bizlar ham xohlardik o'z maydonimizga kelib 5000 tami, 3000 tami, 10 tami, 15-20 mingta keladigan muxlisimiz bizning muxlislarimiz oldida bizlar har bitta vaziyatda podдержка qiladigan joyga bizlar ham o'ynashni xohlaymiz. Yoki o'ylaysiz biz xohlamaymiz. Albatta xohlaymiz. Lekin hozir bizlar vaziyatga to'g'ri baho berishimiz kerak. Va yana qaytarib o'taman, o'zimiz ishimizni qilishimiz kerak. Rahmat. O'zini rahbarlar bor, ular o'zlari hal qiladi deb o'ylayman. Rahmat, bu so'nggi savol edi. Anvar aka, matbuot anjumanida ishtirokingiz uchun rahmat va keyingi o'yinlarda jamoaga omad tilayman. Katta rahmat.